Siz har bitta SMS saqlanib qo'yganman, kelajakda bolalarimizga ko'rsataman deb. Har kuni tushlarimda seni yoqimtoy ko'zlaringni ko'raman. Shirinim. Shirinim. Qoringiz ochmasmi, xaloskorim? O'zim oldingda bo'lganimda zo'r ovqatlar qilib berardim. Yaxshi dam oldingmi, prinsessam? Mani hayotimsiz. Sen meni mushukchamsan. To'ydan keyin mashina olasizmi? Ha, adamni Captiva'si bor, oppoqqina. To'ydan keyin menga berar ekanlar, birga aylanib yuramiz. Voy, uyaltirmang. Dilshoda. Voy, oyim chaqirib o'tdilar. Bo'pti. Seni rosayam sog'indim. Ko'rgim kelyapti mittivoycham. Voy, mittivoyim demang, dilimni og'rityapsiz. To'ydan keyin esa Shahboz aka, bunda erkak kishi degan ro'zg'orlikdan xabar olib turadi. Uyda go'sht qolmagan, piyot qolmagan, kartoshka, sabzi, tuxum, tovuq, qiyma, hech narsa yo'q. Qachon berasiz narsalarni? Bo'pti, yurib kelamiz. Bu nima yudingiz? Og'iz muncha hidlanibdi. Mana